Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Sertifikat biologiya A+3 variantining birinchi testini ishlaymiz. Chiqaruv nayiga ega va ega bo'lmagan bezlar keltirilgan qatorni aniqlang. Demak, chiqaruv nayiga ega bo'lganlar tashqi sekresiya bezi, ega bo'lmaganlar esa ichki sekresiya bezlari hisoblanadi. A variantda sut bezlari bu tashqi sekresiya bezi, jigar aralash sekresiya bezi, qalqonsimon bezida ichki sekresiya bezi, oshqozon osti bezi esa aralash bezi hisoblanadi. Demak, aralash bezlar bir tomondan tashqi sekresiya beziga, bir tomondan ichki sekresiya beziga o'xshaydi, lekin esa bu sekresiya beziga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni chiqaruv nayiga ega bo'lmaganga to'g'ri kelmaydi. Buning chiqaruv nayi bo'ladi. B javobda so'lak tashqi sekresiya, jinsiy bezlar aralash sekresiya bezi. Gipofiz ichki, timus ham ichki. Javob B variant bo'ladi.